Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Didoshka, men uchun ko'p gapirasan. Marabcha, doim aytaman deyman-u, hech aytolmayman, bugun ayta qolay. Nega doim bir xil prichoskadasiz? To'mpaygan peshana bilan. Durdon, nimaga mana bunaqa bizilushkalar, taqa parchalar rosa ko'p taqasan, 10 ta barmog'ingga 15 ta taqasan. Yo'qadi o'zimga. Muhokama qilmaymiz. Maropa, nega nuqul abzorga borsangiz bir xil kiyinaverasiz? Nima men sizga har safar kelib kiyintirishim kerakmi sizni? Qachonman bir xil kiyindi? Muhokama qilmaymiz. O'zi to'g'risini aytsam, qachondan beri aytmoqchi edim. Aytolmay turdim. Bugun ayta qolay. Nimaga o'zi mashinangiz doim ichi kir? O'zi mo'yka qilasizmi? Ha, mo'yka qilaman. Muhokama qilmaymiz. Voy. To'g'risini aytsam, Instagramga chiqib olib, jonkalarim, asalkalarim deysan-ku, menga besitma shu gaping, hech yoqmaydi menga. Клянусь. Voy, o'zimga yoqsa bo'ldi, jonkalarimga yoqsa bo'ldi. O'zingiz ham azizlarim deb chiqasiz, ming zot yoqmaydimi? Jonkalar padeshka qo'llash joyida kechirasiz. qaysi gap yaxshi? Jonkalarim, asalkalarim Buni auditoriya aniqlaydi.